Do'stlar, bugun 16-fevral soat ertalab 6:20. O'zi ko'pchilik chetga chiqqanlar dam olgani kelyapman deydi. O'zi asli dam olgan kelmaysiz, bu yoqqa charchagan kelasiz. Hozir safarga ketyapmiz. Hamma turdi, ayam, dadam, sunnatilla. Lekin qizlardan darak yo'q. Oxlagan bo'lar. Shunchalik ham muxlislarmi? Tavba qildim. Bo'lganlar endi jonimga ham tegdi. Mana yolg'ondan chiqib keldi, davom turganmiz. Xo'p, do'stlar, safari bugun ko'p qaynoq bo'lish kutilmoqda. Bugun xudo xolasa safarini qo'yanchiqni chiqaramiz, dada. Bo'kirtiraman deyapti, dadam bunday og'zini ko'tarib turaman deyapti. Xudo xolasa ko'rasizlar. Ketdik. Xo'p, do'stlar, jamoajam bitta Oysha akam battar bo'lsin. Hammamiz achimaydigan kiyimlarimiz kiyib oldik, chunki hozir safarida tuproqqa bulanib, changga bulanib kelamiz. Safarini bundayroq variantda eshak o'pkarda, do'stlar. Eshak o'pkar. Mana sunnat sharafiga kechib oldik. Gap ham eshitdik. Shunday ham bo'ladimi? Kelinglar. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Mana joylashdik, uzr so'radik, kechga qoldik. Endi xudo xolasa safarga qarab bu sharvak. Nozim opam, ayam qani? O dadam oldinga o'tirdi. Dadam ayamdan oldim. Endi safarga hech o'zi tomosha qilib keladi. Tak, do'stlar, biz keldik. Safariga mashinalar ko'ryapsizlar. Kvadrotsikllar hammasi yangisi kam ekan, lekin iloji boricha yangisini minishga harakat qilamiz. Xudo xolasa bugun safari zo'r bo'lishi kerak. Ketdik. Do'stlar, hozir esimdan chiqib qopti. Men ham hozir o'rganamiz. Qanaqa qilinardi, qanaqa qaydalardi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Доброе утро. Холодно у нас? Чуть-чуть. Нет, да? Здесь у нас вообще снега нету. Средняя температура у нас зимой 15 градусов. Вам повезло, потому что вы приехали в город, где снега нет. Плохо, потому что я хочу кататься на лыжах. Не видел ни разу снега. Это зима у нас, дождь вообще не бывает. Представляете? Давайте, меня зовут Хайсам. Do'stlar, hozir bizga shart qo'yapti. Короче, bitta bunda ketsang deyapti. Faqat borasan, kelasan faqat shunda. Agar 2 kishidan ketsang deyapti. Короче, bunda borasan, u anunda qaytasan. 4 kishilikda. Hozir o'ylayapmiz. Esa только газ тормоз и всё. И баги надо последно. Потому что мотоцикл маленький. Давай, вау! Qanday bo'ldi? Voy, zo'r bo'ldi, men rasmga tushaman hayolimda. Вообще zo'r. Adrenalin. Sizlarchi? Mazza qildik, uyqular ochildi, sayohat mazza, faqat zo'r bo'lyapti. Zerikmadik. Keldik. Safarida endi tuyaga minamiz. Safarida dahshat qiz voqealar bo'ldi, uni ko'rdinglar menimcha. Ayam bilan dadam ichagimni uzib yubordi, ashib kuldirib. Endi hozir tuyaga mindiraman ayamni. Ko'rasizlar. Endi zavtrak qilamiz. Bizga takroshekanni zavtrak qilib qo'yishdi. Hozir ko'ramiz, qanaqa zavtrak ekan. Joylarini qaranglar, takoy. Nima bu ish, joylar? Cho'l o'rtasida. Voy, hozir cho'l o'rtasidagi restorandamiz vaqti zo'r bo'ladi. Ororamiz zavtrak dedi. Mana zavtrak xudoga shukr. Lekin mana ko'ryapsizlar, to'rtta badringcha, xuddi chumchuqdan bergandek. Endi tuxum qaynatilgan. Bu yerda mana qotgan non. Bizni aldab pulimizni olyapti bular. Hazil do'stlar, hazil. Bu restoran
ot o'rtasi yengil anaqa tamadduq olamiz. Lekin mehmonxonaga borib yana ovqatlanamiz. Atak emotsiyalar zo'r. Assalomu alaykum. Biz hozir safariydamiz. Bu degan shushenyani sizlarga yetkazib bera olmayman. Tuyalar, skuterlar, вообще atmosfera boshqacha-da. O'zgacha atmosfera, boshqa olamga tushib qolganga o'xshayman. Xuddi ertakdagidek. Bitta narsa aytib ketaman do'stlar, mana shunaqa sifatli, cho'tki, ishonchli tur sizlarga kerak bo'ladigan bo'lsa, ishonchli joydan xarid qilinglar. Joy Travel'da mana raqamlarini qoldiraman. Bemalol qo'ng'iroq qilsanglar, o'zlari uyigacha olib kelib berib, uylargacha olib kelib berib, hamma hujjatlar tayyorlab, ketadigan kuninglar uylardan olib ketib, aeroportga olib borib, keladigan kuninglar yana sizlarni aeroportdan kutib olib, gullar bilan uylargacha olib borib qo'yadi. Faqat Joy Travel'da do'stlar. Qayerda bor bunaqasi? Davaytdi mana. Raqamlar murojaat qilinglar. Bemalol. Ota-onalarga sovg'a qilinglar, ha? Joy Travel'lar bilan orzularinglar o'shalar. 5 kunlik dunyo do'stlar. Mazza aylanib, mazza qilib imkon borda, ha? To'g'ri, to'g'ri. Hammalaringizga omad, charchamangizlar. Davom etamiz. Aka qanday? Xo'p do'stlar, hozir dadamni mazasi yo'q ozgina. Shunga doriga keldim, aptekaga. Hozir tushuntirishga harakat qilib ko'raman, qani. Bu торговый центр. Biz o'sha umuman boshqa joyga kelmoqchi edik. Bundan oldin biz Maslo do'konga bordik. Ya'ni qisqa tushuntirib o'tib ketaman. Sidana, qora sidana yog'i sotiladigan joyga bordik. Uncha qiziqmas deb o'yladik. Yonida atir bor edi. O'tgan safar kelganimda ham videosini qo'yganman. Menimcha hamma biladi. O'sha uchun uni olib o'tirmadik. Hozir kichkina торговый центрga keldik. Bu yerda qisqacha sizlarga narxlarni tushuntirib ketaman. Ya'ni sizlarga nima qiziq bo'lsa, mana kelinglar. Bu yerda Dubay shikolat bor ekan. Menimcha bitta variant bo'lsa kerak. $5 ekan. $5 ekan bular. O mana o'zi reklama platniy. Reklama. Endi qaranglar do'stlar. Xo'p. Bular короче $10 how much bro? How much is? 3 штуки 10, натуральный халва Египет. 3 штуки 15, 3 штуки 20. У нас тоже, извините, товарищи. Еще есть у нас лахат леком, тоже Египет. Все у нас вообще Египет. Короче, bularda aksiya bor ekan. Tushundinglar menimcha bu uchtasi 10 ekan, bu halvo ekan, bu 15 ekan. Yana bitta aksiya bor ekan bularda. $20 narsa olsanglar, 1 kilo qulupni tekinga qo'shib berishar ekan. Mana. Самое очень bayram. Mana. Все это подарок. 1 kilo qulupni tekinga qo'shib xohlasanglar sok olishinglar mumkin. Sok olishing. O'nga sizlar $20 narsa olganlaringcha bir 3 martalab qulupni pulini chiqarib olamiz. Натуральный хлопаш Египет. Bu yerda naturalniy qulupkani bor ekan. Сколько? $35. Это оригинал Макасатин, тоже Тамарея. Это фабрика. Tamariya, o zo'r. Все у нас зор. Zo'r. $50 ekan. Boshqa qimmat u. Razmer 1 metrligi $50. $50 da. И размер. Ha, razmer? Да, это натуральный хлопок Египет 100%. Ana. Haqiqiy deyapti. Suvni shirlatib shunga olar ekan. Zo'r. Xo'sh do'stlar, mana biza syomkamizga kerakli bo'ladigan narsalarni olganmiz. Faqatgina boshqa narsalarga o'zimiz kerakli bo'ladigan narsalarni olganimiz yo'q. Faqat syomkaga kerakli narsalar mana. Bularni syomkada ishlatamiz va bularni o'zligini pulida to'laydiganmiz. Mana poundda to'laymiz. Hozir o'zi $2 ekan, poundga o'zgartirib poundda to'laymiz endi. Mana ko'rishinglar mumkin qanaqaligini bitta.
Alhamdulillah.